desa oyog'ida pit o'lmaydigan tab. Yang desa qoniga do'chgandek yeydi. Ming desa tas qoladi ketib o'tib uxlab qolg'ili. Nadimi nisb bo'ldingki sen menga? Ha? Mening ishing asta, yishing dasta. Is. Canımga bir aqitim asqatqanani ko'may o'lib ketadigan o'xshayman. Qaçallı qarsa taşda ketib o'tirgan. Hepsini, Magnisa hepsini. Qaçan senin kashing to'g'irlab, tirnoqni to'qtigidek bir ko'galla digudek chiroyi qarab o'ltirsimi, qo'saq to'yib qog'ida xotindan birini olmasam. Atogin to'yni qilib uyimga achib olsam-g'o, yana gap topqinni ko'raman bu xalqni. Yo bir tezroq shundoq qilmading? Hech bo'lmasa beshimni bo'lsimi bog'lab qo'ygan bo'lsang, uyimizga elchi-pelchi deganlar kelib zeriktirmas edi. To'g'ini galdamisi? At deganda nashtilqinga poq yegandek nimanda ses gap qilsa-va? Xotin kishini tep doğruning o'rnini buyurib berdim yasaga. Nehini bo'ytaqlamni xotinsiz bir opdan yashayotmamdi. Bir top sog'liqning orisi qo'shilgan o'chkidek faqatla odamga qo'shilmaydigan ekansa. Hey, at deganda uydan chiqmaysa, endi ishchanligingni pesh qilib, biroz orom olaylik desa unumaysa. Gachining tushdi qopa degandek ish qiladi ekansa, adash. Hayt tehi, ma gapni ko'ring. Qizim tehi to'pi besib o'ltirib qolg'idek bo'lmadi. Qo'ngamda ishdan yo'q, etim marjon buvi degandek gap qilmislar to'la. Xanım, qo'lingizni men bering. Tez bo'ling. Tez. Hey to'g'ini poker efendi, qizini olsang qaynonam bilan qo'shib olamsan. Bu nasldan turilgan necis. Sana endi qiz berish tugul, eshakning taqinini bermayman men. Yuqor ko'zimdan. Davud Turg'a, bu gapga nimami deyalisin? Yezi turmushi tasvirlangan Jangal Buloq nomli ko'p qismli turmushlik asar. Asarning davomini anglamoqchi bo'lsangiz,